Assalomu alaykum. Ismim Surayyo. Mening kanalimga xush kelibsiz. Nihoyat ko'pdan beri orzu qilib yurgan niyatimni amalga oshirishga ahd qildim va bu yerda sizlar bilan birinchi videom orqali ko'rishib turganimdan nihoyatda xursandman. Ingliz tilini eng sodda va tushunarli tilda o'rganamiz. Men bu yerda qat'iy bir o'qituvchi sifatida emas, balki sizlarga ilm olish yo'lida hamroh va do'st bo'lmoqchiman. Asosan ingliz tilida eng ko'p ishlatiladigan kunlik iboralar haqida videolar joylab boraman. Agar tayyor bo'lsangiz, hozirning o'zidayoq vaqtni boy bermaymiz va bir nimalar o'rganamiz. Qani ketdik. Hello. Salom. Hi. Salom. Good morning. Xayrli tong. Good afternoon. Xayrli kun. Good evening. Xayrli kech. Nice to meet you. Ko'rishganimdan xursandman. Glad to see you. Sizni ko'rganimdan xursandman. Agar videolarim foydali bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu videolar sizning yosh farzandlaringizga va ingliz tilini endi o'rganishni boshlagan yosh kattalarga ham juda ham manfaatli bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, bye. Xayr.